Assalomu alaykum, qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, biologiya ixlosmandlari, biologiyaga qiziquvchi aziz talabalar, o'quvchilar, abituriyentlar. Demak, sizlar bilan 5-sinf darsligi bo'yicha bayon ko'rib o'tayotgan edik. Va sizlar bilan bugun tanishadigan mavzuyimiz 11-mavzu, ya'ni dorivor o'simliklar hamda zaharli o'simliklar bo'yicha bo'ladi. Demak, darsni boshlaymiz. Yer yuzasida dorivor o'simliklarni o'rtacha 1500 ga yaqin turlari tarqalgan bo'ladi. Turli xil maqsadlarda foydalanish mumkin bo'ladi. Demak, shu o'simliklar bo'yicha ma'lumotlar berishni boshlaymiz. Birinchi tanishadigan tabobatda ishlatiladigan o'simlik bu yalpiz. Hamma ko'rib guvohi bo'lgan o'simlik. Ariq bo'ylarida o'sadi. Asosan yalpizlar bargida, poyasida mentol hamda efir moylari ko'p bo'lganligi uchun juda ham foydali xususiyatga ega bo'ladi. Ovqatiga ishlatiladi. Bundan tashqari sharbatlarga qo'shiladi. Juda ham dorivorlik xususiyati yuqori bo'ladi. Bundan tashqari kasalliklardan, nafas yo'llarini kasallanishda, jigar xastaliklarida, balg'amni ko'chirishda yoki yer usti qismidan milklarni mustahkamlashda, tishlarni sog'lom saqlashda foydalanish mumkin bo'ladi. Asosan keyin agar bu yalpizdan oz miqdorda hidlaydigan bo'lsak, bizni asab sistemamizdan tinchlanishi mumkin. Juda ham dorivorlik xususiyati yuqori bo'ladi. Keyingi dorivor o'simligimiz esa oddiy namatak hisoblanadi. Randosh oilasiga mansub bo'lgan o'simlik. Oddiy namatak bu hammamizga ma'lum atirgullarning yovvoyi turi hisoblanadi va tabobatda juda ham ko'p maqsadda ishlatiladi. Oddiy namatagimiz ko'proq termizda damlangan holda, tindirilgan holatda iste'mol qilinadigan bo'lsa, dorivorlik xususiyati ancha saqlanib qoladi. Oddiy namatakning ko'proq mevasidan foydalaniladi. 2-3 santimetrli mevasi mavjud, tuxumga o'xshash, tuxumsimon. O'sha mevasidan ko'proq tabobatda foydalanishadi. Namatakning mevasi ko'proq bahor faslida iste'mol qilish tavsiya qilinadi, chunki buning mevasi immunitetni oshiradi. Hammalaringga ma'lum, bahor faslida ko'pchilikning immuniteti ancha pastlab ketadi. Ya'ni xalq tilida illik uzildi payti deb ataladi. Shu namatak iste'mol qilinadigan bo'lsa, ancha bizga quvvat bo'ladi. Bundan tashqari qonni suyultirishda, qon bosimini tushirishda foydalaniladi. Tarkibida C vitamini bo'lganligi uchun demak ishiladigan bo'lsa, immunitetni mustahkamlashga ham yordam berishi mumkin bo'ladi. Yana vitaminoz kasalligini davolashda ham oddiy namatakdan ko'p foydalaniladi. Undan keyingisi esa demak hammamizga ma'lum bo'lgan isiriq o'simligi, dasht hamda vodiylarda o'sadigan bo'yi 36 santimetrli o'simlik hisoblanadi. Bizning hududda faqat bitta turi mavjud isiriqni. Isiriqni juda ham dorivorlik xususiyati ko'p. Agar biz poyasini hidlaydigan bo'lsak, quritilgan poyasini hidlaydigan bo'lsak, demak asab tinchlantirishga yordam berishi mumkin bo'ladi. Poyasidan, urug'laridan nafas qisishini davolash, ya'ni astma kasalligi bor, shunda foydalaniladi. Katarakta kasalligidan foydalaniladi. Keyin isiriqdan yana bundan tashqari dezinfeksiya vositasi sifatida ham foydalaniladi. Ya'ni xonalarga tutatib chiqiladigan bo'lsa, havodagi bakteriyalarni o'ldirish xususiyatiga ega bo'ladi. Demak, isiriq juda ham dorivorlik xususiyatiga mavjud. Bundan tashqari uyqu chaqiruvchalik xususiyati ham mavjud bo'ladi. Undan keyingi dorivor o'simlik bu shirin miya o'simligi, boshqacha nomi qizil miya deb ataladi. Shirin miyani ko'proq tabobatda ildiz poyasidan foydalaniladi. Tabobatda ko'p foydalaniladi. Bundan demak balg'am ko'chirishda, quruq yo'talni davolashda foydalaniladi. Keyin yosh bolalarni shamollash kasalliklarida ham ko'proq sirop sifatida foydalanish mumkin bo'ladi. Undan keyingi dorivor o'simligi esa aloy o'simligi bo'ladi. Aloy o'simligi demak sukkulent, ya'ni barg juda ham sersuv bo'lgan o'simlik hisoblanadi. Shuning uchun uni o'rtacha 10 kun atrofida salqin joyda quritiladi va qirg'ichdan o'tkazilib, asali bilan iste'mol qilinsa, oshqozon-ichak kasalliklarini davolashda, shamollash kasalligini davolashda ko'proq foydalanadi. Demak, mana shu tabobatda ishlatiladigan o'simliklar hisoblanadi. Ana endi sizlar bilan zaharli o'simliklar bo'yicha ko'rib ketamiz. Zaharli o'simliklarda bitta hiylalari bor. Ya'ni guli chiroyli bo'ladi, hidi bo'ladi. Shuning uchun insonni o'ziga jalb qiladi. Shuni hisobiga inson uni hidlaydi yoki ushlab ko'radi. Shu bilan undan zaharlanib qolishi mumkin. Demak, uni ehtiyot bo'lishimiz kerak. Va biz mana shu o'simliklarni bilib oladigan bo'lsak, qaysi o'simlik zaharli, qaysi o'simlik foydali, bizga foyda bo'lishi mumkin bo'ladi. Demak, birinchi zaharli o'simlik kanakunjut bo'yicha gaplashamiz. Kanakunjut bo'yi o'rtacha 2-3 metrga yetadigan o'simlik, hayot shakli 1 yillik o'simlik hisoblanadi. Juda ham palmaga o'xshab tez o'sadigan o'simlik. Barglari ham yirik, panjaga o'xshash suzilgan bo'ladi. Ko'proq urug' zaharli hisoblanadi. Urug'dan zaharlanib qoladigan bo'lsak, demak odamda ko'ngil aynishi, ichki ketishi,
hamda darmonsizlik kabi holatlar kuzatilishi mumkin bo'ladi. Lekin kerakli juda foydali xususiyatlari ham bor. Urug'ida 40-50% gacha moy to'planganligi uchun bu o'simlikdan kosmetikada foydalaniladi. Ya'ni terini parvarishlashda, soch kipriklarini o'stirishda kosmetikada foydalanishi mumkin bo'ladi. Keyingi zaharli o'simligimiz bu bangi devona, ituzumdoshlar oilasiga mansub bo'lgan o'simlik. Tashlandiq joylarda, yo'l yoqalarida ko'proq uchratishingiz mumkin. O'rtacha bo'yi 1 metrgacha borishi mumkin bo'ladi. Guli chiroyli, oq varankasimon ko'rinishda bo'ladi. Urug'lari ham mayda, qora bo'ladi. Bu bangi devonani hamma qismi zaharli bo'ladi. Hamma qismi. Ayniqsa havo isigan paytda buni zaharli xususiyati yana ham ortib ketishi mumkin bo'ladi bangi devonani. Hatto bangi devonani hididan ham odam asabiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'ladi. Agar u iste'mol qilinadigan bo'lsa, odamda harakat aniqligi buziladi, qo'l oyoqlarida o'zidan o'zi kulib, o'zidan o'zi yig'lashi mumkin bo'ladi. Bundan tashqari o'sha yurak urishi tezlashib ketadi, ovoz bo'g'ilib qolishi mumkin bo'ladi, tomoq qurib olishi mumkin bo'ladi. Mana shunaqa salbiy oqibatlarga sabab bo'ladi. Keyingisi esa mingi devona o'simligi, barglari oq sariq rangdagi o'simlik. O'rtacha bularning ham bo'yi 1 metrga yetishi mumkin bo'ladi. Bu o'simlik bilan zaharlanganda o'rtacha belgilar 10-20 daqiqadan keyin bilinadi. Ya'ni odamda ko'ngil aynish, ko'z qorachig'ining kengayishi, odam titroq, yuzning qizarishi, yurak urishining sekinlashishi, bundan tashqari o'sha hushdan ketib qolish kabi holatlar kuzatilishi mumkin bo'ladi. Demak, qaysi o'simlik bilan zaharlanganda ham birinchi yordam ko'rsatish maqsadida unga ozgina iliq suv ichiriladi hamda sun'iy qustirish amalga oshiriladi. Ya'ni oshqozondan chiqarib tashlanadi, shunda oldini olish mumkin bo'ladi. Undan keyingi zaharli o'simlik esa bu ayiqtovon o'simligi, burchoqdoshlar oilasiga mansub bo'lgan zaharli ayiqtovon. Bo'yi o'rtacha 10-45 santimetrgacha bo'lishi mumkin. Ko'proq bargi zaharli bo'ladi. Guli ham chiroyli, sariq rangda bo'ladi. Agar bu ayiqtovon o'simligida shunaqa xususiyat borki, havo isigan paytda o'zidan suyuqlik ajratadi. U suyuqlik ko'zga tushib qoladigan bo'lsa, ko'zni vaqtinchalik ko'r bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin bo'ladi. Agar iste'mol qilinadigan bo'lsa, yurak urishi sekinlashadi, tomoq quriydi, ovoz bo'g'ilib qolishi mumkin bo'ladi, xuddi ming devona singari. Oshqozon ichida kasallik kelib chiqishi mumkin, ko'ngil aynishi kabi holatlar kuzatilishi mumkin bo'ladi. Demak, mana shu zaharli o'simliklar, biz buni bilib oldik va mana shu o'simliklarning iloji boricha saqlanish yo'llarini amalga oshirishimiz kerak bo'ladi. Demak, izoh fikrlaringizni kutib qolaman. Xayr, salomat bo'ling.